Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlarim, hurmatli muxlislarim. Allohning yana bir hadya qilgan kuni juma muborak bo'lsin. Bugun kunlarning saidi juma kunda barchangizni saharga, bomdodlarga uyg'onishingizni Allohdan so'rab qolaman. Chunki hali bomdod mahal bo'lmadi. Lekin meni shu muxlislarim, meni kuzatuvchilarim opa nega chiqmayapsiz deb tashvishlanib qolganligi sababli harakat qildim ertaroq chiqishga. Uyg'onganingizda siz bilan Alloh nasib qilsa yana yuzlashamiz. Azizlarim, meni yaxshi ko'rganlar, men ham sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Meni bir sababchi qilib sizga Alloh shifo bergan bo'lsa, men xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Men mana bir 2 kun oldin ham bir yaxshi nimani eshitib qoldim. Bir yurtdoshimiz 6 yildan buyon shu grija tizi og'riqlaridan qiynalib, shu endi bolalarimga muhtoj bo'lib qolamanmi, endi to'shakda qolib ketamanmi deb judayam deydi qiynalib yurgan edim. Ancha kommentariy yozibdi. Bormagan joyim qolmadi, olmagan ukolim qolmadi, dori darmon hech narsadan foyda topolmadim. Lekin men shu sizni efirlaringiz orqali nima qildim, yaxshi bo'ldim. Sizni shu yonimda bo'lganingizda bir quchoqlab olardim deb nima qildilar, rahmat. Men his qildim buni. Kelinglar bir gap aytib o'tib ketaman. Biz bilasizmi, shu juma kunlari bo'lgani uchun ham sizga bir nimalarim bor. Meni suhbatlarimni ham eshitadiganlar bor. Ko'pchilik yoqmasligi mumkin, opa ko'p gapirasiz deyishi mumkin, lekin meni suhbatlarimni ham eshitib borayotganlar bor. Bugungi yana suhbatimizda sizlarga bir kerakli bo'ladigan bir nimani nima qilib o'taman. Ba'zida bir eshitib qolamiz. Shu nima qilinglar, yaxshilik qilinglar desa, yaxshilik qilamiz, yaxshilik qilgan bilan shu bilmaydi, qilgan yaxshiligingizni bilmaydi, nima kerak, qilmaslik kerak, u yaxshilikni bilganga qilish kerak deydi, lekin bu xato ekan. Xatoligi, agar siz kimgadir yaxshilik qilsangizda undan qaytmasa sizga savob yozilar ekanda, kimgadir siz yaxshilik qilib undan yaxshilik kutmaslik kerak ekan. Chunki sizni qilganingizni bilmagan o'sha qo'ni qo'shningiz yoki bir yaqiningiz yoki bir boshqa nima bilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin Alloh ko'rib turibdi-da. Sizni o'sha qilgan nimalaringiz erta bir kun biz bu foniy dunyodan boqiy dunyoga borganimizda savol javobimizda shu bizga savob yetmay qolsa, shu ko'prikdan o'tayotgan vaqtimiz yetmay qolgan joyiga o'sha qilgan savoblarimiz kelar ekan. Ayniqsa degan shu payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga behisob salovat va salomlar bo'lsin. U kishi yetim, o'zlari yetim bo'lganliklari uchun o'sha yetimlarga qilgan muruvvatimiz, miskinlarga qilgan muruvvatimiz bizni o'sha nimalar qo'limizdan shunday yetalab o'tkazib yuborar ekanda. Mana shu inson menga mana shunaqa taom bergan, mana shu inson meni kiyintirgan, mana shu inson meni chanqog'imda qondirgan deb bizni shunday o'tkazib yuborar ekan. Shuning uchun kimgadir yaxshilik qilganingizda hech qachon men mana shunga yaxshilik qilgandim, shu bilmadi deb hech qachon gapirmang. Buni Alloh ko'rib turibdi. Endi kelinglar shu kasallik haqida ham gapirib o'taman. Mana o'sha grija bo'yicha bergan malhamlarimda Allohga shukr bir yaxshi yangiligim bor. YouTube kanalidan menga bir xabar keldi. Judayam ko'p insonlar yaxshi bo'lgan, 10 mingdan ziyod layklar bosilgan, 1,5 mingdan ziyod nimalar kommentariyalar kelgan, yaxshi bo'lgan insonlarimiz ko'p bo'lgani uchun mana shu bizni efirimizni boshqa tillarda ham dublyaj qilib efirga qo'yishi shu YouTube kanali
shu nima deydi, kecha shunaqa xabar berdi, shu efirimiz boshqa tillarda ham butun dunyo bo'yicha berilar ekan. Bu men uchun judayam katta baxt, chunki yanayam insonlarimiz yaxshi bo'lsin. Mana shu efirimizdan keyin judayam men bilasizmi, hatto shu tahajjudga turganlarimda yig'laymanda. Shu bugun ham shunaqa bo'ldi. Ey Allohim, men sening bir qulingman, men sening bir bandangman. Seni qudrating cheksiz, men qo'limda hech narsa kelmaydi, men hech kim emasman. Lekin shu meni sababchi qilib kimlargadir shu kasallariga shifo beryapsan, kimlargadir yaxshi bo'lyapti. Buning uchun Allohim, men senga beadad hamdu sano aytaman, o'zingga shukr deyman. Shu yuzimni nima qilmagin, yuzimni qaro qilmagin. Shu insonlar shu chiqishlarim bekorga bo'lmasin. Shu meni chiqishlarimdan shu kimlargadir nimalardir o'zgarsa, kimlarnidir shu dardi yengillashsa, mushkullari oson bo'lsa, men xursand bo'laman. Ro'zg'orini deb ostonadan rizq izlab chiqqan har bir bandangni mushkullarini oson qil deyman. Mana judayam ko'p nimalarda yurishibdi. Chet davlatlarda albatta bekorga yurgani yo'q. Barchasi shu farzandlarini, ota-onasi, shu yaqinlari uchun rizq terib yuribdimi. Shu men sizlarga, hurmatli onajonlar, bitta gap aytib o'taman. Ko'pchilik aytishadi, masalan, kechasi uyqum kelmaydi, uyg'onib ketaman debdi. Meni o'zim ham shunaqa ilgari judayam turishga qiynalardim. Ertalab shu bomdodga ham, ey Allohim, nima qilmagin, shu uxlatib qo'yma, shu turg'az, ibodatga turay deb so'rab yotgan bo'lgan vaqtlarim bo'lganda, endi hozir Allohni o'zi shunaqa bir nimasi bilan tahajjudga turg'azyapti-da. Hamma vaqt 3:30, 3dan keyin turgan bo'lsam, endi даже 2dan keyin уже uyg'onyapmanda, uyqum kelmayapti. Bu nimadan? Siz agar chin dildan ixlos qilib Alloh bilan gaplashishni xohlasangiz, ibodatga, shu uyqusi kelmaganlar kechasi ibodatda o'tirib ibodat qilsangiz, sizni yechilmagan mushkullaringizni yechadi. Shu Alloh bilan gaplashish uchun bizni yarim tunimiz, shu kechasini ikkinchi yarmidagi ibodatimiz juda ham nima ekan. Yana bitta gap aytib o'tib ketaman. Agar deydi, mana shu kasallaringiz yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, Alloh yo'lida ehsonlaringizni ko'paytiring deydi. Shunaqa bir vaziyatlar bo'lgan, buni avval ham aytganman. Hech ham yaxshi bo'lmay nima qilganda mana borishyapti Hindistonlarga borib katta pullar xarajat qilib, to'g'rimi? Rossiya davlatiga, boshqa doktorlarga juda ham katta ehsonlar, nimalarni, pullarni berib, Alloh nima qilasizda, kasallingizga nima so'raysizda. Men sizlarga bugun aytadiganim shu arzimagan pulni shu yetimlarga, miskinlarga, masjidlarga agar ortib qolsa-da berib Allohdan so'rasangiz, bu juda ham bir yaxshi nima bo'ladi, chunki bu boshimizdan o'tganda shunaqa bir voqealar bo'lgan, hech mushkulimiz yechilmagan, yo bo'lmasa kasallikdan o'zim yaxshi bo'lavermagan paytlarim, shunaqa bir darrov bir nima jonliq so'yib tarqatib yuborgan vaqtlarimiz bo'lgan. Shundan mushkullarimiz yechilib, kasallarimiz yaxshi bo'lib, shu yengillik bo'lib, bolalarimiz ham ishlari yurishib ketavergan. Shuning uchun endi aytishingiz mumkin, hammani ham bunga qurbi yetmaydi. Masalan, mayli yetguncha qiling. Endi shu ehson deganda bitta gap aytib o'tib ketaman. Mana hovlida yashaydiganlar bor. To'g'rimi? Hovlingiz bor, mo'jazgina. Mana endi qish kelyapti. Keling, sizga yana bitta shu bir yaxshi maslahat berib o'tib ketaman. Qish kelyapti. Hammamiz uyda bo'lib qolamiz. Bilasizmi, insonni yosh o'tgandan keyin ko'p kasal bo'lar ekanda. Nima uchun desa, o'sha pensiya yoshdan keyin. Nega desangiz, kelin olgandan keyin ayollar ishimizni kelinlarga topshirib qo'yamiz, harakatimiz kam bo'lib qoladi. Erkaklar endi nima qildik deymiz, choyxonaga boradi, choyxonadan keladi, ko'proq yotib telefon bilan nima bo'lib qolishyapti, telefon bilan ovora bo'lib qolishyapti-da. Kelinglar, sizga ham
mana shu oilangizga daromad, ehsonlaringizga bir qo'shimcha o'zingiz qila olasiz. O'sha men aytgan ehsonni o'zingiz qila olasiz. O'sha pensiyangizdanmi yoki boshqa bir qanaqadir nimangizdan eng yaxshi ham mehnat, ham sizni o'sha oilangizga kiradigan bir daromadni o'rgataman. Bilasizmi, bizni musulmonchiligimizda 7 xazinani biri deb qo'y bilan tovuqni aytganda, mana shu tovuqni ham judayam nimasi ko'p. Nimaga bilasizmi? Tovuqni ko'p aytishadi, kasal bo'lib ko'p o'ladi deyishadi. Kasal qilmaslik uchun mana hozir o'zim tavsiyalarimni berib o'tyapman. Agar kerak bo'lsa uzr so'rayman yana ham. Mana shu nima deydi? Mana endi sovuq tushyapti, qirov tushadi. Butun nimaga qirov tushadi. Tovuqni o'sha qirovda chiqarmasangiz, tovuq oyog'i bilan qirovni bosmasa kasal bo'lmaydi. To quyosh chiqquncha tovuqni chiqarmaslik kerak. Tovuqni ichkarida bo'lishi kerak. Quyosh chiqqandan keyin tovuqlarni chiqarib yuborsangiz, uni juda ham ko'p narsasidan talab qilmaydi. Masalan, biznikida yozi bilan hech narsa bermaymiz. Shu adxot chiqarsak yemasa, shu hovlida, bog'da ichida yuradida, ko'payib, tug'ib nima qilib yuradi. Yaqinda ham bir 20 ta oq go'sht bo'ladigan jo'ja olib keldim. Hozir mana katta bo'lib qoldi. Ovqat qoldiqlarini to'kaman, ushoqlar. Endi sovuq tushdi dedimda, makkaoy donini maydasini olib kelib qo'ydim, sepib qo'yyapman. Keyingisi o'sha erkaklarimiz uchun juda ham yaxshi bir nima, qo'y oling, qo'y boqishni o'rganing. Bilasizmi, shunaqa qo'ylar bor. Bizni o'zimni qo'shnimnikida nima, o'zimni qo'shnim yaqinda gaplashib qoldik. Mana shu to'y qilish uchun 78 millionga sotdim deyapti. Lekin qo'ylar turibdi. Qo'ylarni sotib yubormadi, ularni bolalarini. Qo'y bir yilda 2 marta bolalaydi-da. Bahorda kuzda bolalaydi. 6 oyda qo'y bolalaydi. Shundan bir yil davomida qo'y 2 marta bola beradi. Agar bittadan bersa 2 ta bo'ladi. Bizni shu qo'shnimizni qo'ylari 2 ta, 3 tadan bola beradi. Endi o'ylang, 2 tadan bola berganda ham bitta qo'yingiz bir yilda 5 ta qo'yga aylanyapti, to'g'rimi? 2 tadan bersa. Endi 3 tadan berganda 7 ta qo'yga aylanyapti. Bu ham ko'p, sizdan ko'p narsa nima qilmaydi-da. Masalan, ozgina o'sha men yantoq degandim, qo'ylar ko'proq yantoq yeydi. Mana shu yantoqni bir arzimas narsa bosib qo'yib, qishi bilan tagida yurib, keyin arpa bir hovuch ertalab kechqurun arpa berasiz. Ertalab bir aylantirib kelasiz, kechga bir aylantirib kelasiz. O'sha oyog'ingizdagi o'sha nima deydi, oyog'im nima qilyapti, tizzam yurmayapti, qiynalyapman yurishga deganlar uchun bu sizga yaxshi fizirotka bo'ladida, ertalab fizkultura bo'ladida. Ham qoningiz yurishadi, ham ertalabki Alloh bergan 2 soatlik o'sha to bomdoddan quyosh chiqqungacha bo'lgan Allohni bir nima deydi, immunitetni ko'taradigan bir havosi borda, mana shundan nafas olasiz. Ham o'zingiz uchun yaxshi. Aylanib yurish, ko'p haligi ko'chada 2 kilometr, 3 kilometr yurish emas. O'sha bir 2 marta qo'yingizni ertalab kechqurun aylantirib kelsangiz, juda ham bir yaxshi buni foydasi bor deb o'ylayman. Va foydasi bor, o'ylayman emas, juda ham yaxshi foydasi bor. Men hozir xo'jayinimga aytib o'tiribman shuni. Bu kishini ham shu nima deydi, nima uchun bekor bo'lib qolmaslik uchun. Qishiga albatta ishlari bor, baribir ham qishda bekor bo'lib qolmaslik uchun mana shunaqa nima bilan shug'ullaning, shunaqa bir nima qilaylik deb o'tiribmanda. Ham bu ayollarimiz uchun o'sha tovuq qilsak o'zimizga foyda ekan, ham tug'adi, ham go'sht bo'ladi, ham tabiiy narsa. Bozordan dori bilan qilingan nima deydi, pishirilgan taom sizga zarar keltirsa, uydagi nima sizga bu uyda o'zingiz qo'lingizdan beryapsiz, dori bermayapsiz. Bu juda ham katta nimasi bor. Hozir ham masalan qilsangiz bo'ladi. Unaqa katta pul turmaydi. Masalan, men o'sha tovuq bo'ladigan jo'jachalarni bir haftaligini 7000 so'mdan oldim. 6000 dan berdi. 7000 dedi, 6000 so'mdan berdi. Sal agar kattaroq olaman desangiz 15 mingga, 20 ming, 25 mingga ham olsangiz bo'ladi. Mana shuni bitta pensiyangizdan 10 tagini olib qo'ysangiz, keyingisidan yana shunaqa mayli 2 ta 3 tadan ko'paytirsangiz ham ko'payib qoladi. Erta bir kun baribir issiq jon isitmasi bor deb bir narsa kerak bo'lib qolsa, sotsangiz pul bo'ladi. Mana shunaqasilarim. Men sizlarga
faqat yaxshiliklarni tilayman. Shu Allohdan bugungi kunimizni so'rayman. Barchangizga xayrli bo'lsin. Shu ko'chaga chiqadiganlar bo'lsa, Alloh yo'llaringizni bexatar qilsin. To'y qilayotganlar, Allohim to'ylaringiz muborak bo'lsin. Mavlid qilayotganlar, Alloh ehsonlaringizni dargohiga qabul qilsin. Men o'ylayman, barcha savollaringizga sekin-sekin javob beryapman. Ha, kechirasizlar, yana bitta gap aytib o'taman. O'sha mendan kundir nimasini so'raganlarga ehson qilaman degandim, lekin bular aytyapman, telefon nomer tashlashmayapti. Iltimos telefon nomer tashlab beringlar. Men sizga uyimdagi 2 yil bo'lgan ekan, kimdir yozibdi, opa buni ham srogi yo'qmikan, 2 yillik eskirmadimikan, men ham olib kelib qo'ygandim debdi. Men ham o'yladim. Hozir o'zim uyimda shuni tutatganda ham juda ham yaxshi uyga shayton jinlarni quvar ekan, tutatib turibman. Men buni Toshkentdan shu xurmo magazini bor ekan, o'shalarni nomerlarini olganman. 7 ta filiali bor ekan. Siz menga tashlab bersangiz, o'sha magazindagi sotuvchi menga aytgan nomerini bering degan. Lekin men nomer bera olmayapman. Urgutlik, Farg'onalik onamiz bor. Urgutdan bitta nimamiz bor. Keyin Buxorolik bir nimamiz bor. 3-4 ta kishi yozganda, iltimos menga yordam bering. Yana bir kishi, yolg'iz ayolman, kasalman, farzandlarimni shu men hamma joyim og'riydi, farzandlarimni uchun men yashashim kerak degan. Opajonlar, hurmatli onajonlar, men tayyorman. Faqat siz menga telefon nomer tashlab beringlar. Men ularga aytdim, ularda dastavkasi bor. U xizmat haqqi mendan aytdim, shu Alloh qurbim yetguncha sizga buni ehson qilaman deganman. Lekin mana shu narsa ham ko'nglimga kelyapti, ehson qilaman deganman, lekin menga shu telefon nomerlar kelib tushmayapti. Faqat men shu yerdaman degan xolos. Bexijolat, hech ham xijolat bo'lmang. Men buni shu o'zim o'sha nimaga o'tkazib qo'yaman, klik orqali sizga yetkazib beradi. Mana shu azizlarim, barchangizga yaxshiliklarni tilayman. Mana shu efirlarimizni uzatib qo'yinglar. O'sha grija haqidagi, ayniqsa hozir sovuqda grija haqidagi efirimiz juda ham kerak. Agar siz efirlar mana shundan yaxshi bo'lmayapsizmi? Nima deydi, shu men aytgan malhamni yaxshi bo'lmayapsizmi, demak sizda boshqa tanangizda butun tanangizda shamollash bor, yoki revmatizmdan darak, yoki poliatrdan darak bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun sizlar 2 ta sanatoriya hozirgi paytda mumkin. Bu Gagarin sanatoriyasi, Jizzax Gagarin sanatoriyasi hamma narsasi ichida va bizda o'sha Samarqand viloyatimizdagi Nurobod sanatoriyasida ham hamma narsa ichkarida. Sanatoriyani o'zi qimmat bo'lishi mumkin, lekin suvi bir xil. Damashniy xonadonlarda ham bor. Ularda bemalol kelib 5 kunlik nima olib kelsangiz yetadi. Katta pulingiz ketmaydi. Iltimos davolaninglar, kech bo'lmasin. Agar kechiksangiz yaxshi bo'lolmaysizda. Shuning uchun mana bugungi nimalarimdan ham harakat qildim shu tushuncha berishga. Xudo xolasa yana savollaringizga javob beraman. Bugungi shu juma kungi nimamiz sizga bir ozgina nima deydi, gaplashaylik dedim siz bilan. Nima deydi, uzoqdan bo'lsa ham mana yuzma-yuz bo'lmasak ham biroz o'sha suhbatlarimni sog'inganlar uchun biroz suhbat qilib qo'ydim. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Sog' salomat bo'ling. Farzandlaringizni rohatini ko'ring. Hech qachon kasal bo'lmang. Kasal bo'lishga haqqingiz yo'q, chunki biz farzandlar uchun yashashimiz kerak. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.